Xo'p, ayajon yuklarimiz yetib keldimi, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana biz bugun Sirdaryo viloyati Guliston shahri mahalla hududiga vodiydan yuk gaplashgan edik. Ro'za Ramazon sharoiti bilan 50% arzon qilib beramiz deyishgan yuklarimizni mana yetib keldi, Allohga shukr. Hammalaring mana Ro'za Ramazon kunlarida hammalaringga umr, sog'liklaringga sog'lik, farzandlaring sog' bo'lsin. Hammamizga Alloh omad bersin. Mana shu olib kelgan yuklarimiz biz yaxshi kunlarimizga yarasin, ilohim. Bu yigitlarga ham katta rahmat. Mana shu yetkazib olib kelib berishdi. Strapila. Mana nomi nima edi? Vassa. Vassalar. Shu 410 ta narsani 50 ming so'mdan olganingiz rostmi? 50 ming so'm. Vassani necha puldan oldingiz? Kvadratini 15 ming so'mdan. Ilohim ishlariga rivoj, omadlarini bersin. Hamisha toptalar yaxshi kunlar nasib qilsin. Olib kelgan bolalarimiz, shagir bolalarimizga Xudo yo'llarini hamisha oq qilsin, shular va mushkullarni oson qilsin. Alloh hammamizni mana shu yaxshi kunlarda qo'llab-quvvatlasin. Allohu akbar. Mana yukimiz qolgan. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz uzoq yaqindan kuzatib borayotgan qadrdonlar. O'tgan safargi videomizda shu bir hafta oldin chiqaruvdik. Telegramga, YouTube'ga 50% skidka deb chiqaruvdik yuklarimiz. Shu yuklarni mana Isuzu'ga yuklayapmiz. Bugungi kun sanamizga 8-mart shanba kunida turibmiz. Mana chiqarayotgan holatlarimiz. Gulistonlik klientimiz ko'rib aloqaga chiqib oldilar. Chiroyli qilib kelishtirib berdi o'sha 50% skidkada aytilgan narxlarda. O'sha videomizni ko'rib zakaz qilishdi, zakazlarga qarab chiroyli qilib bitkazib beryapmiz. Ozgina holat mana. Qolmadi pashti. Mana shular qoldi. Nasib ekan ko'pchilik telefon qildi. Mana shu holamiz aloqaga chiqdilar. Shu shunga nasib ekan, shu shimoliy oldilar. Gulistonga. Shu biz manzillarimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Kimga shunaqangi chiroyli yuklar zaril bo'lsa ham ikkilanmasdan aloqaga chiqaverasizlar shu pastdagi nomerlarga. Videomizga chiroyli like bosib qo'yasizlar aziz qadrdonlar. O'ng tomon podpisatsiya knopkasini bossalaringiz, obuna bo'lasizlar. Biz shunaqangi kiritib borayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib, chiroyli ko'rib turasizlar. Ma'qul bo'lsa zakaz qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab, vodiy bo'ylab xudo xolasa yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Behijolat. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda vodiy bo'ylab 10 million, 15 milliondan yuqori bo'lgan savdoga 100% dastavka bepul bo'ladi. Mana holat. Mana endi yuklab oldik. Buni ustida ikkinchi mashinamizga endi ishxonamizdan yuklaymiz. Bu kami mana. Kami qo'ygani, ortib qo'ygani kam mashina to'ldirib beramiz endi toshli Isuzu'ga. 410 ta narsamiz ortib qoldi mana bitta katta Isuzu'ga. Mana shuncha narsa ortib qoldi. Shuncha narsa kirib ketdi.
Endi kuzatib borsalaringiz, vassali yuklaymiz. Qolganini yuklaymiz. Xudo xolasa kimga zarur bo'lsa yuklarimiz aloqaga chiqib qo'yasizlar. Mana ikkinchi 5 tonnalik suv uzuyimiz. Bir boshdan yuklanaveradi, bir boshdan. To'rlarga, to'rt to'sinlar. Shu 410 ta narsadan ortib oldi shu. Ortgan qolgani lagalar, mayda shuda narsalar ortdi. Endi xohlasa nasib qilsa vass yuklaymiz. Mana vassalarimizni yuklayapmiz. Oxirgi mashinamiz mana. Yuklarimiz payoniga yetdi mana. Kimga shunaqangi chiroyli yuklar zaril bo'lsa ham masofadan turib kelamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh bitirib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. O'sha 50% skidkaga chiqargan yukimizga qo'shib vassa ham yukladik mana. Yukimiz tugadi, xudo xolasa. Yaxshi dam olinglar, yurtdoshlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunda yana shunaqangi chiroyli yuklar bilan yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.